O'zgacha lekin. Yo-mayo. Let's go, поехали. Короче, 2 kun oldin o'sha internetda mashhur bo'lgan mana bunaqa sapsariq tarvuz sotib oldik. 50 ming so'mga ham sotib oldim mana shuni o'zini. Hozir yeb ko'ramiz qani. Aytishlaricha buni yegan odam juda ham aqlli bo'lib ketadi deyshgan. Hozir ko'ramiz qani. Bismillah. Apelsinmi ichi? O'zgacha lekin. O'zgacha ekan qani. Tarvuzni hidiga otdilar. Tarvuz hidi keladi ekan tarvuz so'yganingizda. Biroz rangi boshqacha. Qani, bismillah. Nima mazasi kelyapti? O'nni pastga solinadi. 8. 9. Hammasi hazil, bunaqa zo'r emas. O'sha rangi qiziq. 10 ming so'mga o'sha Damazdan sotib tarvuz ekkan biratan tarvuzdan yeyverish kerak. Endi nima qilamiz? 50 ming olganmiz, yeymiz oxirigacha. Let's go, поехали.